Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolasa navbatdagi buyurtma qilingan kachollarimizni tayyor holatga keltirib oldik. Bu kachollarimiz har xil kvadraturaga mo'ljallangan, faqat tabiiy gazda ishlash uchun mo'ljallab yasalgan. Kachollarimizga doimgidek ishlatiladigan mahsulotlar bu 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий list va 25 diametrdagi rossiyskiy beshsholniy turbalar. Mana bu kacholimiz o'zimizning tilda oddiy ekonom kachol deb aytamiz. Ya'ni faqat turbalardan tashkil topgan teplobmenniklardan ichki qismi yig'ilgan, ustki qismi korpus o'sha 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий listdan ichki qismidagi turbalari 25 diametrdagi rossiyskiy beshsholniy turbalar. Bu kacholimiz esa Dog'iston uslubidagi axti kachol deb aytishadi ko'pchilik. Biz ham shu axti kachol deb ataymiz. Bu kacholimizga ham xuddi o'sha mahsulotlar ishlatilgan, ya'ni 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий list va 25 diametrdagi rossiyskiy beshsholniy turbalardan foydalangan holatda yig'ib olganmiz. Bu kacholimizdan farqi bunda faqatgina turba emas, turba bilan birgalikda, ya'ni papkalardan ham foydalanilgan. Kacholimizni o'sha tushunarli bo'lish uchun hali video davomida yana ichki qismini ham qo'yib o'tamiz. Ichki qismini qanday ko'rinishda bo'lishligini. Bu kacholimizda misol garelka qo'yilgandan keyin issiqlik tepaga qarab birinchi bo'lib teplobmenniklar turbalardan qilingan, 25 diametrdagi turbalardan qilingan teplobmenniklar mana shu tepagacha keladi. O'sha teplobmenniklarni qizdirishni boshlaydi va tepada to'siq bor teplobmenniklarimizdan keyin o'sha to'siqdan majbur bo'lib issiqlik pastga qarab yo'naladi. Ya'ni mana bu yerda yana bitta papkamiz bor. O'sha papkaning orasidan o'tolmagandan keyin bu yoqqa pastga qarab yo'naladi va pastga qarab yo'nalgandan keyin yana bu yoqda joyimiz bor. Yo'nalish qilingan o'sha issiqlik uchun o'rtada faqat papka qo'yilgan, bu yoq tarafda ham xuddi shunaqa papka qo'yilgan bo'ladi. Issiqlik chiqib ikki tomonlama pastga qarab yo'nalishni boshlaydi. Pastga qarab yo'nalgandan keyin yana majbur bo'lib tepaga dimoxod atrofidan chiqib ketadi, dimoxodga qarab yo'naladi. Kacholimizda kondensatsiya ko'proq kuzatiladi bu kacholimizda. Bu kacholimizga nisbatan o'zi hamma kachollarda ham kondensatsiya bo'ladi. Misol bu kachollarimizda birinchi yarim soat, uzoqi borsa 1 soat davomida yangi kachollarning hammasida kondensat bo'lishi kuzatiladi. Ya'ni o'sha ichkarida sovuq suv bilan issiqlik birlashgandan keyin terlash hosil bo'ladi va suv ichkaridan terlab chiqib kelish holati kuzatiladi. Bu kacholimizda o'sha holat ko'proq kuzatiladi. O'shaning uchun mana havo kirib turishi uchun o'sha kondensat holatini kontrol qilish uchun eshiklar qo'yganmiz va havoni kontrol qilish uchun bu eshiklar o'sha mana bu tarafdan ikki tarafdan havo kirib turishini ta'minlash uchun va kondensat rejimini kuzatib borish uchun qo'yilgan eshikchalari bor. Hali video davomida ichki qismini ham bir qo'yib o'tamiz. Kacholimiz mana shunday ko'rinishda yasaldi. Har ikkala tarafida ham zaklopkalar berilgan. Kacholimizni bemalol bosim bilan ishlaydigan tizimlarga o'rnatish imkonini berish uchun bu kacholimiz ham xuddi shunaqa to'rtta taraflari ham buklangan, faqatgina old tarafda shof tushilgan, zaklopkalar berib chiqilgan, ichki qismi bilan birlashtirilgan holatda bu kacholimizni ham bemalol o'sha bosim bor joylarga mustanofga qilish imkonini beradi. Buyurtmanglar bo'lsa, bemalol buyurtma qilasiz. Pastda telefon raqamlarim yozilgan bo'ladi. Doimgidek bemalol aloqaga chiqib, istalgan turdagi, istalgan yoqilg'ida ishlovchi kachollarni yasab berish imkonimiz bor.